Ballarımni tarbiyalash jarayonida men nimalarni qila oldim emas, bugungi temam nimalarni qilolmadim. Hammamiz odam emasmi? Hamma ishni undaq vammi qila olishimiz mumkin emas. Shunga men hozir diqqat qilmagan yoki xato qilib qo'ygan taraflarni sizlarga deb bersam, bo'libmi yangi otani bo'g'uvchilar cho'qim yaxshi foydalana olasizlar. Nima uchun yangidan otani bo'layotgan umoqlarimizga sovg'a qilmay desanglar, chunki bu bola tarbiyasi degan cho'ng bo'lganda uni o'ziga agdirish emas, balki shu tug'ilgandan boshlab tartib qo'zaqdagi vaqt qo'yandi. Shu vaqt pek muhim bo'pmi 0 yoshdan 6 yoshgacha. Endi 0 yoshdan 3 yoshgacha nurg'ulgan yoshlarlar qanday o'ylaydi ekan, baribir bilmaydi. Deb bilqi bolasini o'z baxmaydi shu asosiyatdan nurg'un sabablar tufayli baqamaydi. Amaliyotda 0 yoshdan 3 yoshgacha balani bag'rimizga bisib mehr muhabbatga qondirib, uning bilan yaxshi o'rganish hosil qilib olamiz. 6 yoshgacha nurg'unlagan to'g'ri xato qiladigan, qilmaydigan yo'llarini bildirib qo'yamiz. Bir yerga akib olgandan keyin bu balla asta-asta mushu biz o'rgatgan shu usullar bo'yicha, shu hamrohlik, shu anchonganlar, shu muhabbat ichida cho'ng bo'lib, keyingi kunlarda sizmi ham balaning pannichisi davoladigan yiliq kunlarda hargizmi qiynalmaysiz. Muhimi, bola o'ziga ham qiynalmaydi. Shunga 0 yoshdan 6 yoshgacha mening ketkizib qo'ygan taraflarimni sizlarga finishan qilay. Sizlar bo'lsanglarmi, diqqat qilinglar. Birinchisi nima desanglar, balani zo'lashga bo'lmaydi. Zo'lagandan keyin bala fanganiz qiladi, u ishga ushib ketadi, texmiligi ichidan chiqmasa, u ishning hech qanday natijasi bo'lmaydi deb o'ylaydim burun. Lekin hozir buning to'g'ri emasligini his qildim. Chunki bola tarbiyasida bolaga yaxshi bir odatni yetildirishda biz cho'qim zo'lishimiz kerak ekan. Hargizmi o'zimizning orzusi, mening gapimni anglashing kerak deydigan matrabda emas. Bolaga bir yaxshi odatni yetildirish. Eng oddiysi birli misol kitob o'qish odatini yetildirish. Shunama bir kuni cho'qim 2 soat faqat bo'lmagan 1 soat kitob o'qiysan. Bundaq bir yaxshi odatlarni yetildirishda bolani cho'qim zo'lishimiz kerak ekan. Nurg'un narsalar zo'lanishdan keladi ekan. Hatto bizmi shu nurg'un ishlarda biz o'zimizni zo'lishimiz kerak. O'zimizga qo'yib bersak, bizning yetib telefon o'ynab, kino ko'rgimiz bor, shundaqmi? Lekin biz zo'lgan vaqtda qo'limizga kitob olamiz. O'zimizni zo'lgan vaqtda chiniqimiz, o'zimizni zo'lgan vaqtda o'zimizni avu shu yerimizdan rahat balbeg'imizdan chiqalaymiz biz yig'imizda. Shunga bolaga nisbatan zo'lash intayin muhim ekan, yaxshi odatni yetildirishda. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi, mening o'zimning o'ylab qolgani bu gaplarim to'g'rimi, xatomi bilmayman. Faqat o'zimning ko'z qarashini deb baxtim. Endi mening o'ylaganim nima desanglar, adam yaxshi ko'rgandan keyin qiziqdi, qiziqqandan keyin tirishidi deydigan taraflar tuqqu. Men mashta o'ylaydim. Lekin hozir o'ylab baxsam, yo'q. Na peshinda nurg'un ishlar o'tib, masalan, atrofdagilarga qarab, nurg'un narsalarni ko'rib, bilib qolgandan keyin amaliyotda boshda qilish, anondan keyin yaxshi ko'rish kerak-kan deb o'ylab qoldim. Masalan, men riyosatchilik qilishni faqat yaxshi ko'rmaydim. Qat'iy yaxshi ko'rmaydim. Mening bugungi Guliston bo'lib sizlarga tunilishim, naq men eng yaxshi ko'rmaydigan shu riyosatchilikni qilganlikdan keldi-chu. Shu vaqtlarda yig'lab ketdim. Mening o'qish orzuyim bor, mening o'rlab to'xtamay o'qish orzuyim bor, mening xizmatga chiqqim yo'q, mening texnik riyosatchilik qilgim yo'q. Ash riyosatchi bo'ldislar maktabdimi, ash qechib kelganimda mugnib olatdim. Balkim qo'rqanchoqligimdi, har xil sabablar bor, lekin men xohlamaydim. Gapning o'chig'i. Biroq xizmatga kirdim, mening peshonamga puturgani shu ekan. Riyosatchi bo'lib qoldim, zo'linib, voy qanaqa qilman deb qo'rqib yurib, bir moj maqolani yodlab yetib, shunday qilib yurib riyosatchi bo'lib qoldim. Men riyosatchi bo'lib, mushkiniga keldim. Men riyosatchi bo'lmasam, ta hozirgacha meni hammanglar to'niyotsizlar, cho'nglar hammanglar to'niysizlar. Voy sizni ko'rib cho'ng bo'lgan, mendan cho'nglarmi deydi, tangtishlarmi shunday deydi, kichiklarmi shunday deydi. Eng yaxshisi, ya hozircha kichik mening bolarimdek bolalar, men sizning fansiringiz deb kelsa men qo'rqdim. Debchi, opsi yaxshi ko'rgashga, meni yaxshi ko'rgandi deb tushundim. Lekin bog'on sirkayni kelganda, amaliyot shu bolalar mening shupilarimni ko'rdi ekan, meni yaxshi ko'rdi ekan, nurg'un kichik fansilarim bor ekan. Men o'ylayman, mening bu gaplarimni kichik bolalar ko'rmaydigan-ku, kichik bolalar tetidigan gaplar emas, bu opashlar, dadashlar anglaydigan gaplar bo'lsa bu deb hozirgacha bilmadim, lekin meni yaxshi ko'rgan kichik bolalar bor ekan. Hammalarga bek rahmat. Ajindaq. Endi mening mushkunga kap qilishim asli menga putilib ketgan ish ekan. Men qechib qutulamadim. Men yaxshi ko'rgan ishimni qilamadim debdim. Biroq men yaxshi ko'rmaydigan ishni qilib yurib, uni yaxshi ko'rib qoldim. Ana mush yo'llarda mening yo'llarim ichilibdi. Demak, boshqa qilish kerak ekan. Anondan keyin qiziqdi ekanmiz, anondan keyin yaxshi ko'rdi ekanmiz. Anondan keyin qanaqa his qilamiz? Aslida menga buyruqni shu ekan-ku. Aslida keyin kishilarni men bilmaydi ekanman-ku. Asli bu ishlar menga yaxshi ekan emasmi? deydigani bilganmiz. Endi 3-chi qilamog'im bo'lsa, bolalarga biz men sana
yo'l qo'ymayman, bu ishni qilishingga men ruxsat qilmayman deyishni bilishimiz kerak ekan. Biz bolalarimizga qarab, "Ha, ishdan bo'lmaydi, bir haqiqatdan nima bo'pti" deydigan ishlarni qilib qo'yamiz. Men qilatdim albatta. Lekin shu narsani shu kichik vaqtida bildirib bersak, tomoq ustida qanday o'tirish masalan, qanday vaqtda o'zini qo'g'dash, qaysar bo'lish, botir bo'lish, oq ko'ngil bo'lish, o'zining ishini izchil vaqt-vaqtida qila oladigan bo'lish, yaxshi odatlarni yetildirish yo'lida qanday mengishni bildirish, qaysi ishni qilish kerak, qaysi ishni qilmaslik kerak, qanday yo'l berish kerak, qanday yo'l bormaslik kerak. Sen degan sen, men degan men. Ma ishingga men yo'l qo'ymayman, chunki men bu oilaning egisi. Sen mening gapimni anglashing kerak. Men seni qo'g'dayapman balam. Men sana yordam beryapman. Sen qilmagan ishni men qilib turaman. Sen nurg'un narsa bilmaysan, ma ishga men yo'l qo'yganim bilan ma ishda bu yönşü. Men sana yol koymayman dedikma ağzımızdan çıktı. Ahırıcı kılışımız gerek. Hazır diyen men sana yol koymayman deb birden gene bo'ptila desek tügeşkinimiz şu. Balını tügeştirgenimiz mi şu? Çıkılıp biz analar, dadılar bir ailenin egisi. Balla bizninkini yap içiyotudu, bizninkini haşlayatudu. Ata-ananı hürmetleş tuygusunu biz yetildirishimiz kerak. Bu uyning egisi men sening opang, men sening hargizmi fu qilgan sen uchun mulozimat qilgan odam emas, sening bomurang emas. Hammamiz o'zimizga tushlik qilish tegish kishimizni qilamiz. Sen o'zingnikini qilasan, men o'zimnikini qilaman. Bir-birimizga yordam beramiz. Har ishlar mana bo'ladi. O'zimizning salohiyatini tunib yetishimiz kerak deydigan narsalarni shundoq chiroyli o'ltirib buyruq ahongida emas, nayt mungdashgan qiyofatda bildirib, mushundaq mengishimiz kerak. Endi yana desam, yana shu bolalarni cho'ng qilish jarayonida bizmi tang cho'ng bo'ldik ekanmiz. Ba'zan xato ish qilib qo'yib cho'qqimlam ichimiz ochiq bo'ladi. Yana to'g'rilaymiz. Bo'pti. Buningga yo'l qo'yaylik, lekin bir xatoni davomli qilmaylik. Bolalarimizni cho'ng qilish jarayonida o'zaro o'rgandik ekanmiz. Ma'qulamsa, xayr-xo'p.